Manikining yaxshi keldi. Bugun biz sizlar bilan sumkamni obzor qilamiz va bir ikkita raspakovka cheklarimiz ham bor. Xo'sh, men ertalab Dayshaga borib kelgandim. Dayshada mana shunaqa xuddi shtrix bo'ladi-yu, ruchkani ustidan bundoq shtrix ish qilib, oq shtrix o'shanga o'xshagan, faqat buni bundoq qilinadiganidan oldim. Ichida 3 ta bo'lar ekan. Shtrix, keyingisi sprey oldim. Bu juda ham hidi zo'r ekan mana. Hidi juda ham zo'r ekan. Haqiqiy dengizda hidi kelar ekan deb yozib qo'yilgan, lekin to'g'ri. Dengizda hidi kelyapti menga. Juda ham zo'r ekan. Keyin mana shunaqa sprey sepishga, keyingisi va oxirgisi kashaldoq, ya'ni qalamdon. Juda ham keng ekan to'g'risi. Narsalar sig'maydi deb o'ylagandim, lekin joy allaqancha ortib qoldi. Lattadan qilingan ekan. Xo'sh, endi men buni ochib ko'rsataman. Juda ham ochish qiyin ekan buni. Zo'rg'a ochib oldim. Xo'sh, ichida 3 ta bo'lar ekan. Birinchi rangi oq, ko'k, pushti ranglar ekan. Bu birinchi rangi. Ikkinchi rangi oq rang. Juda ham kichkina ekan, o'ylaganimdan. Men juda ham katta bo'ladi o'ylagandim, lekin qarasangiz katta-da. Lekin ushlaganingizdan keyin juda ham kichkina ekan. Zo'r ekan, mana shunaqa 3 xil rang, zo'r. Xo'sh, endi keyingisi o'zimizdan narsalarni qo'yib qo'yamiz. Dashaga borib 3 ta narsa olib keldim. Allaqancha vaqt tanlab. Korchi, kashalok juda ham zo'r ekan. Kashalokning ichiga narsalarni solib turganman ham albatta xohlasa ko'rsatishga harakat qilaman. Xo'sh, endi esa sumkamizga obzor. Sumkamizga obzor qilamiz endi. Birinchi bo'lib mana shu sumkam mana shunaqa kichkina indiqasi bor, sumkaga o'xshagan. Buni ichida 2 ta qand bor ekan. To'g'risini desam, o'zim bilmagandim qand borligini. Lekin juda ham zo'r ekan ish qilib mana shunaqa. Endi ichini ochib qarasak, xo'sh, endi yon taraflarda meni termizim turadi. Bu eng juda ham yaxshi ko'rgan termizim. Va mana shunaqa zontik turadi, sariq zontik. Zontik bu olsangiz juda ham katta bo'ladi. Olib yurishga ham qulaydi. Zontik uchun shuni olganman. Endi ichilarini qarasa, betlarida hech nima yo'q. 2 ta cho'ntagida ham hech balo yo'q. Yon cho'ntak, oldi cho'ntaklarida ham. Birinchi bo'lib meni indaqami kursimda ishlaydigan ishqilib kitobim desam bo'ladi. Kursimga ishlaydigan kitobim. Xo'sh, ikkinchi sumkamda hech nima yo'q. Indaqam. Uchinchi fayl, ikkinchi narsasi fayl. Boshqa narsalarni solib yuraman. Va indaqam ichida nima bo'lsa bor. Qalamdonga o'xshagan narsam. Eski ketganligi sababli yangi olishga qaror qildim. Ashuni men bu yangi olganimni juda ham ko'p undoq qilib yurganim, olib yuraman deb yurganim. Keyingisi buni ichida bizda mana shunaqa undoqlar bor, maktabga o'zim bilan olib yuradigan. Rasi ko'chib ketyapti, rosa mana shu e'tibor bermaysizlar. Birinchisi bu oyna va taroqlik. Oyna bilan taroq. Mana bir tomoni oyna, bir tomoni taroq. Mana shunaqa do'stlar. E'tibor bermaysizlar, juda ham tushib ketyapti. Hech qisi yo'q. Ishqilib mana shunaqa oyna va taroqlar bor. Taroqli 2 ta tarafli deganda. Xo'sh, ikkinchi narsamiz bu sprey. Mana shunaqa eng yoqtirgan spreylarimdan biri. Xo'sh, bu qo'lga krem. Undaqada juda ham ko'p surtagandim qishda, lekin hozir yozda uncha surtamayapman. Borgan sari yoqmay ketyapti. Chiqsa yo'q, lekin hidiga vashi mazza hidi. To'g'risini aytsam. Shunaqa spreyimni endi olib bilsam bo'lar ekan, chunki nari sprey borligi uchun shu uchun sig'mas ekan, lekin sumkam ichida olib yuraveraman. Sig'mas ekan. Ish qilib mana shunaqa yaplar do'stlar. Xo'sh, endi esa buni yopib qo'yamiz.
katta spreyni sumkamni ichiga solib sepib yuraman, ertalab sepib ketaman. Shunaqa. Sumkamda jibala qolmadi. Ishqilib orqasida ham qolmadi jibala. Ishqilib shunaqa narsalar. Endi esa sumkamni ichidagi narsalarni birma-bir joylab chiqamiz do'stlar. Sumkam ichidan chiqqan narsalar mana shu narsalar bo'ldi. Endi bularni yana birma-bir joylab chiqamiz do'stlar. Xo'sh. Birinchi bo'lib sumkamni ochamiz. Birinchi bo'lib kitobni solamiz, kurs kitobimni. Shunaqa kurs kitobimni solamiz. Bu birinchi choradagi kitobim. Xo'sh, keyin faylimizni solamiz. Keyin esa zontik solamiz. Men qishda ham, yozda ham, kuzda ham, bahorda ham обязательно zontik olib yuraman. Nimagaki? Chunki yomg'ir yog'ish ehtimoli ham bor. Shuning uchun zontik olib yuraveraman men. Ziyoni yo'q, to'g'rimi? Kerakli kitob. Xo'sh, keyin spreyimni solmoqchi edim. Afsuski, undaqasi kley qolib ketdi. Shuning uchun mayli, hech qisi yo'q. Kley qolsa ham, qolmasa ham hech qisi yo'q. Yana yopishtirib sumkamga solib qo'yamiz. Juda ham hidi yoqdi menga. Boshqa gulli hidlari ham bor ekan, lekin ular juda ham o'tkir ekan. Bu juda ham nechni kulli hayotingizga juda ham zo'r. Keyin shunaqa sumkani soldik. Endi esa biz kashlogimizni obzor qilamiz. Ishqilib yo'q narsani o'zi yo'q do'stlar. Bundaqada ham, kashlogimda ham. Ishqilib mana shunaqa narsalar do'stlar, mana hech balo yo'q. Buni keraksiz. Buni ishlatishim ham mumkin keyinchalik. Ishlatishim ham mumkin shu uchun. Xo'sh, endi esa biz narsalarimizni birma-bir yangi kashlogimizga joylab boramiz. Pink bir balo ekan. Ishqilib mana shunaqa. Xo'sh, ichini ochamiz va narsalarimizni joylaymiz. Ichi juda ham keng ekan, to'g'risi. Birinchi men Daysada ko'rganimda shtimim sig'maydi deb o'ylagandim, lekin undoq ekan, juda ham zo'r ekan. Birinchi mashina soladigan bo'ldim, pushti rangini, tugasa yana boshqa ranglarni solamiz. Qayta kley, yana boshqa narsalar solishga qaror qildim. Bu qalam, shappi deyiladi. Koreys tilida shappi deyiladi. Ishqilib boshqa shappini yangiladimda. Ruchkalarni ustozimiz 3 xil ishqilib 3 tadan oshiq qalam olib kelinglar dedilar. Aytishlardilar, shuning uchun 3 tadan 3 ta qalam oldim. Name pens, bunaqa narsa. Nimaligini o'zim bilmayman. Yana shappini qaramisi, ishqilib shunaqa narsa. Ko'zim yumib tanladim bu yerda. Qaysini olib ketmasligimni ko'rdilar. Juda ham zo'r narsa ekan. Zo'r qalamdon ekan. Menga juda ham yoqdi. Albatta sizlar ham agar bo'lsa, ko'rib qolsanglar olishga qaror qilinglar. O'ylanib o'tirmanglar, chunki juda ham zo'r ekan. Xo'sh, bugungi sumkamizdagi obzorimiz tugadi. Mana shu yergacha. Agar yoqqan bo'lsa, do'stlar, iltimos qilaman, men tug'ilgan kunimgacha 100 mingta bo'lishim kerak. Like, podpiska, obuna bo'lishni unutmanglar do'stlar. Hammaga assalomu alaykum. Bye.